Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımısınızlar? Yaxşımısınızlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumraday Erkin. Bugun chorshanba. Hörmətli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Kanada Konservativlar Partiyasının 2021 yılki saylamda Uyg'urlarga yordam berishni va'da qilish sababidan Xitoyning hujumiga uchirganligi ilgari surildi. Kanada CBC kanalining xabar qilishicha, Dünya Uyg'ur Qurultayı Qonun komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining direktori Mehmet To'xtapandim yaqinda Kanada chet elning aralashishini tekshirish komiteti tarafidan o'tkazilgan guvohlik yig'inida bergan guvohligida Kanada Konservativlar Partiyasının 2021 yılı saylamda agar o'zlarining hukumat qursa Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik uchirganligini e'tirof qilishga va'da qilishining Xitoyning hujumiga uchrishiga sabab bo'lganligini bildirgan. Mehmet To'xtapandimning qayd qilishicha, uning boshqarishidagi Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishi 2021 yilgi saylamda siyosiy partiyalarga bir qator talablarni sungan bo'lib, Konservativlar partiyasi ularga ba'zi va'dalarni bergan ekan. Xabarda Konservativlar partiyasining hukumat qursa Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishini, ittifoqdosh davlatlarni e'tirof qilishga ilhomlantirishni va Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini cheklashni o'z ichiga olgan ba'zi va'dalarni berganligi qayd qilinmoqda. Ma'lum bo'lishicha, 2021 yilgi saylamda bosh minister Trudeauning Liberallar partiyasi parlamentda eng ko'p o'ringa erishgan bo'lsa-mu, ammo hukumat qurish uchun yetarli songa erisha olmagan. Buning bilan u Kanada Yangi Demokratlar partiyasining qo'llashida oz soliqlarning hukumatini tashkil qilgan. Lekin Kanada bexatarlik tarmoqlarining Kanada 2016 va 2021 yil o'tkazilgan ikki qatimliq saylamga Xitoyning qo'l tiqqanligi haqidagi doklati Kanadaning bu yil 1-oyda tekshirish komiteti qurib, chet elning aralashishini tekshirishiga sabab bo'lgan. Tekshirish komitetining tunji guvohlik yig'ini o'tgan hafta o'tkazilgan edi. Angliya parlament a'zolari Angliyaning Uyg'ur majburiy emgakida ishlab chiqarilgan kun taxtlarini to'kma qilib setish bozoriga aylanib qilish xavfiga duch kelayotganligidan ogohlantirgan. Angliya Telegraf gazetining xabar qilishicha, Angliya parlamenti tashqi ishlar alaydi komitetining raisi, Avam palata a'zosi Alicia Kearney Amerika bilan Yevropa ittifoqining har ikki kelisining Uyg'ur qullar emgakida ishlab chiqarilgan kun taxt mahsulotlarini cheklaganligi. Kun taxt mahsulotining taxminan 98% Xitoyda ishlab chiqarilayotgan ahvolda bu kun taxt mahsulotlarining Angliyaga eqib kirishni keltirib chiqarish mumkinligini aytgan. Alicia Kearney'ning Angliya uchun intayin xalqliq bir paytda bu ogohlantirishni berganligi qayd qilinmoqda. Telegraf gazetining bildirishicha, navbatda Angliya hukumati o'zining quyosh energiyasi yo'l xaritasini e'lon qilish oldida turmoqda ekan. Hukumatning quyosh energiyasi yo'l xaritasida Angliyaning kun taxt ko'lamini hozir 18 gigawattdan 2035 yilgacha 70 gigawattga chiqarish planlanmoqda ekan. Xabarda Angliyaning millionlagan kun taxtlarini o'rnashtirganligi va bu kun taxtlarning hammasining Xitoydan kelganligidan darak berganligi qayd qilinmoqda. Angliya Sheffield Hallam Universiteti Helena Kendi markazini o'z ichiga olgan tadqiqot o'rinlarining bildirishicha, dunyo kun taxti bozorini monopol qilgan Xitoyning kun taxti ishlab chiqarishi Uyg'ur majburiy emgakiga zich bog'lanishli ekan. Telegraf gazetining qayd qilishicha, Alicia Kearney Xitoyning kun taxti mahsulotlarini bundoq arzon bahoda ishlab chiqarishi faqat keng ko'lamlik majburiy emgak orqali amalga oshadi ekan. Alicia Kearney bundoq degan: kun taxt energiyasi Uyg'ur majburiy emgakining eng paskina ham jinoyat sheriki bo'lgan sanoat turlarining biri. Angliya qullar emgakida ishlab chiqargan kun taxtlarini to'kma qilib setish bozoriga aylanib qilish xavfiga duch kelmoqda. Alicia Kearney'ning aytishicha, Angliya pokiz energiya sarfiyatiga o'tishda qullar emgakiga sherik bo'lib qilishdan saqlanib qolmay, irqiy qirg'inchilik sherik bo'lib qilishdan saqlanish kerak ekan. Aqsaroyning bayonot berishicha, Amerika prezidenti Joe Biden Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan telefonda ko'rishgan. 2 aprel kuni aytganda prezident Biden telefonda Xitoyning janubidangizda Filippin qaratgan qudratli harakati, uning Rossiyaning Ukrainadagi tajovuzchiligini qo'llashi, Hong Kongning yangi bexatarlik qonuni va Tayvan masalasi qatorliq muhim masalalar bo'yicha so'zlashgan. Ma'lum bo'lishicha, bu ko'rishish ikki davlat rahbarining yaqinqi 2 yildan buyon tunji qatim so'zlashishi bo'lib hisoblandi ekan. Ismini oshkorlashni xohlamagan bir Aqsaroy amaldorining aytishicha, Amerika moliya ministri Janet Yellen oldimizgi kunlarda Xitoyga bordi ekan. Uningdan keyingi haftalarda Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyni ziyorat qilgan bo'lib, bu telefon suhbatini bu ziyoratlardan avvalgi yo'qlash deb atashga bo'ldi ekan. Bu amaldor so'zida Biden bilan Xi Jinpingning Amerika-Xitoy munosabatlarini jiddiylashtirayotgan masalalar haqida so'zlashganligini degan. Yaqinda Amerika hukumati Xitoyning bir tor josuslik guruhiga jazo tadbiri qo'ygan va uning josuslik faoliyatlarining keyinida Xitoy hukumati borligini bildirgan edi. Aqsaroy bu telefon suhbati haqidagi bayonotida
İki rəhbərinin telefon söhbətidəki iki dövlət münasibətini planlıq idarə qilishdən ibarət məqsədə xizmət qiladi ekan. Xitoy O'zbekistonlik o'quvchilarni o'qish puli mukofoti bilan ta'minlash haqida kelishim imzolagan. O'zbekiston Cumhuriyeti Oliy ma'rif, ilm fan va yangilik yaratish ministri Konradbay Sharapov bilan atalmış Uyghur Abnum rayonining raisi Erkin Tonyaz imzalagan kelishimga asoslanganda, Xitoy O'zbekiston fuqarolarini Sharq Turkistondagi oliy maktablarda o'qish uchun o'qish mukofot puli bilan ta'minlaydi ekan. Yangi O'zbekiston tor gazetining xabaridan qaraganda, ikki taraf yana ma'rif, tadqiqot, texnika va boshqarish, o'qituvchilar va fan texnika xodimlari o'zaro ziyorat qilish va almashtirish qatorliq jihatlarda hamkorlik va tajriba almashtirish uchun oliy ma'rif apparatlari va ilmiy organlar orasida bevosita hamkorlik o'rnatadi ekan. Hamda yana ilmiy tadqiqotlar uchun birlashim tadqiqot gruppasi quradi ekan. Bu kelishim atalmış Uyghur Abnum rayonlik hukumatning raisi Erkin Tonyazning O'rta Osiyo davlatlariga qaratgan rasmiy ziyorati davomida imzolangan. U 28 mart kuni O'zbekiston poytaxti Toshkentga yetib berib, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ko'rishgan va ikki taraf orasida ko'p xil hamkorlikni ilgari surish haqida suhbatlashgan edi. Xitoy hukumatining yaqindan buyon O'rta Osiyoliklar bilan aloqani kuchaytirishga alohida ahamiyat berishi va buningda atalmış Uyghur Abnum rayonini ko'rik qilib qo'llanishi diqqat qo'zg'amoqda. Dunyo Uyghur qurultayining oliy maslahatchisi, Qozog'istondagi siyosatshunos Qahramon G'o'janbardi bu haqda matbuotlar qilgan so'zida Xitoy hukumatining bu orqali ham Uyg'urlar qaratayotgan jinoyatlarni oqlash, ham iqtisodiy masalalarni hal qilishdan iborat maqsadlarga yetishni ko'zlayotganligini bildirgan. Hürmetli görünmələr, tövənə diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduk. Keyin qitimliq saatımızgacha görüşkicha aman bo'laysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Thank you.